birodar, agar hojatingiz bo'lsa, Allohga ishingiz tushib turgan bo'lsa, boshingizda bir musibat bo'lsa, mana shu namozni o'qing va hojatingizni Alloh taolo qanday chiqarishini tomosha qiling. Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlar, bu joyda ko'p xalqlar xoh Habashistondan kelgan bo'lsin, Afrikadan kelgan bo'lsin, Malayziyadan kelgan bo'lsin, hammalari bu joyga kelib nima qilarlarini bilishadi. Ko'p namoz o'qishadi, Qur'on o'qishadi. Ularning qilayotgan ibodatlarini ko'rib ko'zlaringiz quvonadi. 2 kundan beri Baqiy qabristoniga kirib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abbos roziyallohu anhuni ziyorat qilib o'tyapmiz. Bir narsa esimga tushib ketdi. Shu kishidan bir hadis kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari Abbos roziyallohu anhuga bir gap aytganlar. Anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qala lil Abbas ibn Abdul Muttalib: "Ya Abbas, ya amma." Mehribonchilikni qaranglar. U kishi deyarli Rasululloh bilan tengqur, juda qadrdon amaki. Boshqa tomondan yana bir qarobat bor. Rasulullohga boja bo'ladilar. Maymuna onamiz radhiyallohu anha tomonlaridan. Rasululloh ko'p yaxshi ko'radilar. Bir kun aytadilarki: "Ey Abbos, ya amma, ey amakijon, ey amaki, sizga bir marhamat qilaymi? Sizga lutf ko'rsataymi? Sizni 10 ta xislatli qilib qo'yaymi? Qachon siz agar shu men hozir aytgan narsani qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo sizni avvalgi gunohlaringizni kechirib yuboradi. Alloh taolo sizni keyingi gunohlaringizni ham kechirib yuboradi. Alloh taolo sizni gunohingizni yangisini ham kechirib yuboradi, qadimgisini ham kechirib yuboradi. Xato qilganingizni ham kechiradi, qasddan qilganingizni ham kechiradi, kichigini ham kechirib yuboradi, kattasini ham kechirib yuboradi, sirrini ham kechirib yuboradi, oshkorini ham kechirib yuboradi. Mana shu ishni qiling. Bu men sizga aytayotgan 10 ta xislat 4 rakat namoz o'qishligingiz dedilar. Va keyin 4 rakat namozni tushuntirdilar. Tushuntirganlardan keyin aytadilarki: "Ey amaki, agar hozir men aytgan narsani eplay olsangiz, bir kunda bir marta qiling. Bir kunda bir marta shu namozni o'qib qo'ying. Tepadagi va'dani qarang. Alloh taolo hamma gunohingizni kechiradi." Hattoki hadisda, Imom Termiziydan kelgan hadisda bir qo'shimcha ham borki, agar sizni gunohingiz dengizlarning ko'pigacha bo'lsa kechirib yuboradi. Qilmaysizmi shunchalik narsa va'da qilinsa? Bu 4 rakatli namoz dedilar. Shu namozni agar qodir bo'lsangiz bir kunda bir o'qing. Yoki bir jumada bir o'qing. Yoki bir oyda bir o'qing. Yoki bir yilda bir o'qing. Umringizda bir marta bo'lsa ham o'qib qo'ying. deb turib shu namozni o'qilish tartibini tushuntirganlar Rasululloh. Sizning bahonangizda birodarlarga ham tushuntirib o'tay. 4 rakatli namozga niyat qilinadi, nafilga. 4 rakatli nafil namoz o'qish niyat qildim deb hop takbir aytib namozni boshlaydi. Subhanakallohummani aytadi. Sura-i Fatihani o'qiydi. Keyin bir sura qo'shadi. Zam sura qilgandan keyin rukuga ketish kerak edi. Rukuga ketmasdan 15 marta Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni aytadi. 15 marta. Keyin ruku qiladi. Ruku qilgan paytda Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Rukudan tikka turadi. Samiallohu liman hamidah deb shunda Robbana lakal hamd aytadi-ku. Shuni o'rniga Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Keyin sajdaga boradi. Sajdada Subhan robbiyal a'lani o'rniga Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illallohu vallohu akbarni 10 marta aytadi. Sajdadan o'tiradi.
yana 10 marta aytadi. Yana sajdaga boradi. Yana 10 marta aytadi. Ikkinchi rakatga turmay, o'tirib, yana 10 marta aytadi. Shunda 75 marta bo'ladi. Mana shu tartibni 4 rakatda takrorlaydi. Bu namozni otini tasbihlar namozi deydi. Ulamolar aytishar ekan, kishi Allohga hojati bo'lsa, qanaqa hojat bo'lsa, xoh qarzi bo'ladimi? Xoh kasalligi bormi? Xoh boshiga bir musibat tushibdimi? Xoh gunohlari bormi? Bundan ko'ra yaxshiroq uni xorij qiladigan narsani ko'rmadik. Hojat uchun tasbih namozidan yaxshi narsa ko'rmadik. Birodar, agar hojatingiz bo'lsa, Allohga ishingiz tushib turgan bo'lsa, boshingizda bir musibat bo'lsa, mana shu namozni o'qing va hojatingizni Alloh taolo qanday chiqarishini tomosha qiling. Biz Hazratimiz sevgili payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning masjidlarida bir hadisni sizlarga ilindik. Ajabmaski, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bundan xursand bo'lsalar, palonchilar, pistonchilar bu joyga kelishib, meni bir hadisimni o'rganishdi va shunga amal qilishdi desalar, ajabmaski qiyomat kuni shafaat qilsalar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.